namozxon, ibodatli, taqvoliyman deb turgan odamlar shaxsiyatiga xotiradan xafa bo'lib, gaplashmay, oylab, yillab boshqa ko'rpa yostiq qilib yotganlar bor-da. Boshqa uylarda yotganlar bor-da. Eng achinarli holatlar. Shaxsiyatga xafa bo'lmaydi. Bizni ko'p janjallar, ko'p mana shunday mojarolar nimadan chiqyapti? Ovqatini tuzini, dazmolini qilmagan, uyi har xil narsalardan. Biz nimaga o'zimizni yo'qotyapmiz? Borganda so'rayapmizmi? Xotin, namozingizni o'qidingizmi? Xotin, ibodatingizni qildingizmi? Ani 100 marta tuzini past qilsan deyishlikdan, yuziga solishlikdan uyalmayapmiz-ku. Ovqatini, uyi kirini axtarishdan erkak kishi oshxonaga kirib olish uyat emasmi bu? Sharmandalik emasmi? Xalidinlarni tekshirib, bir narsalarni bir nima qilib, xotinlarning ichiga aralashib, uni mayda-chuyda narsalardan janjal ko'tarib, oilada bahs munozara qilib, farzandlaringizni oldida obro'yingizni yo'qotib, dinda bormi shu? Islomda bormi shu?